Hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun Hurmat jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos. Biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Hurmat jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. 2006-yil 10-aprelda Meksika ko'rfazi qirg'og'idagi Ciudad del Carmen shahrida yo'lovchi samolyot qo'ndi. Bir lahzadan so'ng maxsus kuchlar uni shturm qildi va ular samolyotda umumiy qiymati $100 million bo'lgan 5 tonnadan ortiq kokain topdi. Biroq samolyotni sotib olish hujjatlari yanada qimmatroq edi. Ma'lum bo'lishicha, samolyotni Sinaloa narkokarteli Amerikaning Vicovia bank orqali sotib olgan ekan. Tergov natijasida bank bilan hamkorlikda narkokartel $280 milliard dollarini yuvishga ulgurgani aniqlandi. Taqqoslash uchun bu Meksika rasmiy iqtisodiyotining 3dan 1 qismini tashkil etadi. Bilasizmi, buning uchun bankka qanday jazo berildi? Foydaning atiga 2% miqdorida jarima va bu faqat ko'plab holatlardan bittasi xolos. Talon-toroj qilingan pullarga jinoyatchilar hashamatli avtomobillar sotib olishadi. Yaxtalarda dam olishadi, elita ko'chmas mulkiga sarmoya kiritishadi. Bularning barchasi o'ziga xos san'at tufayli amalga oshadi. Bu jarayonda nafaqat banklar, balki yirik auksion uylari, kriptobirjalar va hatto mashhur video o'yinlar ham ishtirok etadi. Butun dunyo jinoyatchilar har yili taxminan $4 trillion qonuniy sohaga o'tkazadi va bu pullarning aksariyati soyada qoladi. Nega jinoiy daromadlarni legallashtirish uyushgan jinoyatchilikning cho'qqisi hisoblanadi? Va zamonaviy iqtisodiyotni busiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Jinoyatchilar talon-toroj qilingan resurslarni sarflash uchun qanday usullardan foydalanishadi? Keling, bu masalani muhokama qilaylik. Jinoyatchilarning qismati og'ir. Noqonuniy pul topish xatarli bo'lishi bilan birga talon-toroj qilingan narsalarni sarflash ham juda qiyin. Pulni yuvish bu so'nggi bosqich bo'lib, usiz ko'plab jinoyatlarni sodir etish ma'nosiz bo'lib qoladi. Bu xulosaga 20-asr boshlarida Al Capone ham kelgan edi. Noqonuniy spirtli ichimliklar sotishdan aql bovar qilmas daromad olgan mafiya yetakchisi katta xaridlarni amalga oshira olmadi. Chunki politsiya uni juda sinchkovlik bilan kuzatardi. Shunda u bir necha o'nlab kir yuvish shoxobchilarini sotib oldi. Bu yerda mijozlarning haqiqiy sonini hisoblash imkonsiz edi. Shuning uchun istalgan daromadni ko'rsatish mumkin edi. Pullar to'g'ridan to'g'ri va ko'chma ma'noda yuvilardi. Bilasizmi nima? Bu usul hamon eskirgani yo'q. Bu yerda 10 ta umrimizda sarflashimiz mumkin bo'lgan puldan ko'proq mablag' bor. Men hatto 100 ta avtomobilka bilan ham ularni yuva olmasligim aniq. Har qanday yuvish sxemasi 3 bosqichdan iborat. Avvalo, jinoiy pullar qandaydir yo'l bilan qonuniy sohaga kirishi kerak. Bu bosqich eng xavfli, chunki aynan shu paytda jinoyatchini aniqlash osonroq. Shu sababli bu yerda pul xachirlari kam ta'minlangan mukofot evaziga jinoiy pullarni xorijiy banklardagi hisob raqamlariga o'tkazadigan odamlar ishlatiladi. Ular qayerdan topiladi? Forumlar va tanishuv saytlari orqali zudlik bilan pulga muhtoj bo'lgan odamlar yollanadi. Eng muhimi, uning toza bank tarixi bo'lishi kerak. Soxta kompaniyalar bunday vositachilarning hisob raqamlariga notoza pullarni o'tkazadi, keyin ular kerakli bankka yuboriladi. Aytish joizki, bunday ish uchun kam haq to'lanadi va juda xavfli. Jarimalar $10 minglab bilan o'lchanadi va bir necha yil qamoqda o'tirish ehtimoli yuqori. Xachirlar tez-tez qo'lga tushgani sababli ba'zan jinoyatchilar pullarni yaxshi vaqtlargacha yashirib qo'yib, yillar o'tgach foydalanadilar. Ikkinchi bosqichda pul tarixi iloji boricha chalkashtirib yuboriladi. Ular doim bir holatdan ikkinchisiga o'tib turadi. Yagona maqsad ularning paydo bo'lishining asl manbaini yashirish. Haqiqiy pul egalarini yashirish uchun ko'pincha offshore kompaniyalardan foydalaniladi. Bular soliq imtiyozlari va biznes yuritish uchun qulay sharoitlar mavjud bo'lgan maxsus hududlarda ochiladi. Soxta tashkilotlar xuddi shunday soxta bitimlarni amalga oshiradi. Bu yerda haqiqiy mahsulot va xizmatlar bo'lmaydi. Agar bo'lsa ham juda past rasmiy narxlarda sotiladi. Qonuniy biznes uchun bunday vaziyat mutlaqo mumkin emas. Buni sizga har qanday moliyaviy direktor aytib beradi. Moliyaviy direktor bo'lish uchun Edison Academy maktabida 14 ta haqiqiy biznes kesni o'rganib, 4 oyda bunga erishish mumkin. Yirik xalqaro kompaniyalar ekspertlari tomonidan ishlab chiqilgan amaliy kursda siz moliyaviy hisobotlardagi qoidabuzarliklarni aniqlashni,
va ular qanday tuzilishni o'rganasiz. O'qituvchilar sizni buxgalteriya va soliq hisobi bo'ylab yetaklaydi hamda nima uchun debet har doim kreditga teng bo'lishi va nima uchun NPV va IRR kabi tushunchalar kerakligini tushuntiradi. Umuman olganda har qanday moliyachi bularni bilishi mumkin. Kurs yakunida rasmiy diplom beriladi. Materiallarga kirish imkoniyati esa sizda doimiy qoladi. Biror narsani unutgan bo'lsangiz, istalgan paytda qaytib bilimingizni yangilashingiz mumkin. Agar istiqbolli ish topishni, lavozimda ko'tarilishni yoki o'z biznesingizda moliyaviy boshqaruvni o'rganishni istasangiz, tavsifda keltirilgan havolaga o'ting va Edisonda o'qish uchun joy band qiling. Iqtisodiyot promokod orqali nafaqat 55% chegirmaga ega bo'lasiz, balki mutaxassisdan shaxsiy konsultatsiya ham olasiz. Endi pul yuvish masalasiga qaytamiz. Bu jarayonning oxirgi bosqichi integratsiya. Aslida hammasi shu maqsadda qilinadi. Tozalangan pullar qonuniy iqtisodiyotda sarflanishi mumkin bo'lgan hisob raqamlariga tushadi. Yaxtalar, qimmatbaho taqinchoqlar va hashamatli ko'chmas mulk sotib olinadi. Ko'pincha pullar boshqa davlatga olib chiqib ketiladi. Tushunarli, u yerda mahalliy qonunchilik qo'li ancha qisqa. Amalda bu bosqichlar birlashadi, detallashadi va pul butunlay yuvilmaguncha takrorlanadi. Buning uchun san'at bozoridan samarali foydalaniladi. Rang tasvir asarlari bilan bitimlar haqiqatan ham noaniq narxlarni belgilaydi va xaridorlar ko'pincha anonim qoladi. Shu arzimas matohni 30 mingga olmoqchimisiz? Ha? Buning iloji yo'q-ku. Nega endi? Bo'lishi mumkin. Yigitning burundan qoni ketib 30 ming so'rayaptimi? Tasdiqlash uchun uzoqqa borish shart emas. 2010-yillar boshida Meksika hukumati xaridorlarning shaxsini oshkor qilish to'g'risidagi qonunni qabul qilganda, rasmlar savdosi 70% ga tushib ketdi. Tashish qulayligi rassomchilikni ajoyib yuvish vositasiga aylantirdi. Mashhur voqea braziliyalik bankier Ganibalning polotnosini AQShga jo'natib, deklaratsiyada $100 narxini ko'rsatgan. Bojxonachilar ortiqcha savollarsiz rasmni o'tkazib yuborishdi. Keyinchalik bankier baribir topildi. Rasm musodara qilindi va u $13 million ga kimoshdi savdosida sotildi. Ko'z o'ngimizda san'at orqali yuvish NFT tufayli yangi bosqichga ko'tarilmoqda. NFTga mashhurlar sarmoya kiritadi. Hatto maktab o'quvchilari ham yangi texnologiya orqali $100 minglab dollarlar ishlab topmoqda. Buning siri nimada? NFT bu har qanday media faylga biriktirilgan noyob raqamli imzo. Ushbu texnologiya tufayli xaridor to'liq asosda buning surati yoki videosi ekanligini isbotlay oladi. Noyob token uchun esa istalgan summani to'lash mumkin. Yuvish imkoniyatini his qilyapsizmi? 2021-yilda Beeple rassomining tokeni $69 million ga sotilgan. Nima bo'pti? Uning asarini o'zingiz ko'ring. U rassomning 5000 kun davomida yaratgan 5000 ta rasmdan iborat. Faqat bu mato va bo'yoq emas, balki JPEG fayli. NFT bilan bog'liq barcha bitimlar deyarli tartibga solinmagani va soliqqa tortilmagani vaziyatni yanada murakkablashtirmoqda. Bu esa raqamli san'atni pul o'tkazishning soyadagi vositasiga aylantirmoqda. Eng oddiy sxema quyidagicha: istalgan rassomning saytidan ish nusxalanib, NFT platformasiga joylashtiriladi, rasmga token beriladi, so'ngra uni to'g'ri kompaniya kerakli summaga sotib oladi. Biroq kriptovalyuta bo'lmaganda NFT bozori paydo bo'lmasdi. Garchi kriptovalyuta hozircha bank muvaffaqiyatlariga yetib bormasa-da, u katta salohiyatga ega. Turli blokcheynlar o'rtasida tangalarni ayirboshlash imkonini beruvchi texnologiya orqali jinoyatchilar $1,5 milliard ortiq pulni yuvishdi. Oxirini topish deyarli imkonsiz. Chunki an'anaviy bank sektoridan farqli o'laroq, kriptovalyuta ancha yashirin. Biroq bu kriptovalyutalar barcha jinoyatchilarga yashil chiroq yoqadi degani emas. Kriptoda pul yuvish haqida McKinsey'ning sobiq maslahatchisi Pavel Komarovskiydan so'radim. Aslida kripto orqali pul yuvish ko'pchilik o'ylagandek oson emas. Bitcoin yoki efir kabi eng mashhur kriptovalyutalar bilan amalga oshiriladigan barcha tranzaksiyalar to'liq ochiq va ma'lum ma'noda shaffofdir. Har qanday kishi bu tranzaksiyalarni sinchiklab o'rganishi mumkin. Bunga misol qilib 2016-yilda Bitfinex kriptobirjasida bir necha milliard dollarlik bitcoinlarni o'g'irlashga erishgan Ila Lichtenstein va Heather Morgan ishini keltirish mumkin. Biroq ular qo'lga kiritgan ulkan boylikdan to'g'ri foydalana olishmadi. Oqibatda 2022-yilda FQB ularni qo'lga oldi va deyarli barcha mablag'larini musodara qildi. Albatta, blokcheynda ham pul izini yashirishga mo'ljallangan maxsus kripto xizmatlar va kriptovalyutalar mavjud. Ammo amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, hozirda ular Tornado Cash singari faol sanksiyalarga
uchramoqda yoki banklar agar siz bunday xizmatlardan foydalangan bo'lsangiz, pulingizning kelib chiqishi shubhali deb hisoblaydi. Agar siz bugungi video kabi moliya va kriptovalyuta olamidagi dolzarb mavzularning muntazam tahlillariga qiziqsangiz, Pavel Rational Answer kanaliga obuna bo'lishni tavsiya qilaman. Ko'rinib turibdiki, vaziyat unchalik yaxshi emas. Biroq bu hamma narsa o'z holiga tashlab qo'yilgan va jinoyatchilarning qo'llari bo'sh degani emas. Pul yuvishga qarshi kurashish uchun banklar va boshqa moliya muassasalari o'z mijozingni bil tamoyillarini joriy etmoqda. Bugungi kunda hech bir bankda pasportsiz hisob ocha olmaysiz, hatto valyuta almashtirish ham mumkin emas. Yirik birjalarda kriptovalyutani yechib olishda esa hujjat bilan suratni taqdim etib, shaxsingizni tasdiqlashingiz shart. Shuning uchun pul yuvishga qarshi kurash faqat jinoyatchilarga taalluqli emas deb o'ylayman. Banklar standartlarini buzganligi uchun muntazam ravishda katta miqdorda jarima to'laydilar. Ularning ko'pchiligi shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarsiz bir vaqtning o'zida $1000 dan ortiq naqd pul bermaydi. Rossiyada esa million rubldan yuqori bo'lgan barcha naqd bitimlar Rosfinmonitoring tomonidan majburiy nazorat qilinadi. Ko'pincha AML cheklovlari jinoyatchilardan ko'ra oddiy odamlarning hayotini qiyinlashtiradi. Moliyaviy muassasalar ehtiyotkorlik yuzasidan daromad manbalaringizni doimiy ravishda tasdiqlashni talab qiladi. Bu esa iqtisodchilar bilganidek tranzaksion xarajatlardir. Shuning uchun oligarx bo'lmasangiz ham barcha moliyaviy hujjatlaringizni daromadlar haqidagi ma'lumotnomadan tortib avtomobilni sotish shartnomasigacha alohida papkaga joylashtirishga odatlaning. Ishoning, u sizga albatta kerak bo'ladi. Ko'rganingiz uchun rahmat va ijodimni qo'llab-quvvatlayotgan bu sitdagi obunachilarga alohida minnatdorchilik bildiraman. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozing, hammasiga javob berishga harakat qilaman. Yangi videoda ko'rishguncha. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Va albatta, qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Agar sizga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashing.